Bo'pti qizim, men ishga ketdim. Qara ovqatingni yeb olgin, xo'p? Eshikni ochmagin hech kimga, taqalasa ham qaramagin, ahamiyat berma umuman. Keyin gazga tegma, tokka hech narsa tiqma, men hozir darrov qaytib kelaman. Allo, ha adasi. Ha, maktabdan olib keldim qizimiz uyiga. Bir o'zi qoldi. Endi men uni har kun ishga olib keta olmayman-ku. Bo'pti, men obed vaqtim ham tugadi, qaytmayman o'sha ishga. Alo, nima bo'ldi? Tishlaymi? Hozir boraman. Onasi? Ha, nima bo'ldi? Oy. Ishxonada biroz mazam bo'lmadi, oshqozonim shekilli. Ruxsat olib keldim keyin uyga. Vaqtida ovqat yemayapsan-da sen. Bir yildan beri shu ahvolsanda. Qizimiz maktabga chiqdi, ish, maktab ish bo'lib qoldi. O'zingga e'tibor bermayapsan. Shuncha o'qiganim bekor ketmasin deyapman-da adasi. Sana asosiy vazifang bolalarga qarash. Bo'ldi, gap tamom. Ulguryapman-ku hammasiga adajonisi. Bo'ldi. Xullas tamom. Adasi, unaqa demang. Qarang, men yaxshiman. Hammasi yaxshiman-da. Unaqa demang. Qarang, yaxshi bo'lib qoldim уже. Hammasi yaxshi. Men bitta gapiraman. Unaqa qilmang adasi, ishlavering. Unaqa qilmang. Qizimizni maktabini almashtiramiz. Qaysi maktabga? Yakubovskoy, Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan. Shunda Fayzobod Korzinkaga yetmasdan uyimizga bir qadam. Men surishtirdim. Vaqti ham, sharoiti ham biz uchun qulay. Sporti ham, ovqati ham hammasi ichida. Voy zo'r-ku, qimmat emasmi? Farzandimizning bilimi, xavfsizligi va soni sog'lig'idan qimmat emas.